Bolajonlarimizni vaqtini yanada unumli o'tkazish maqsadida o'yinlarimizdan birini sinab ko'ramiz. Bunisimi? Yo'q. Bunisimi? Yo'q. Hissiyotlar teatri. Farzandingiz quvonch, g'azab yoki hayratni qanday ifodalayotganini kuzatganmisiz? Ba'zan u nimanidir his qiladi, ammo ayta olmaydi. Ana shunda hissiyotlar teatri yordamga keladi. Bu o'yin bolalarga o'z his-tuyg'ularini tanish, tushunish va ifodalashni o'rgatadi. So'zsiz o'yin orqali ular tabassum, imo-ishora va ovoz orqali o'z ichki dunyosini ochishni o'rganadi. Nega bu muhim? Bola o'z hislarini tushunsa, boshqalarni ham yaxshiroq tushunadi. Hamdardlik, muloqot va o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Har bir bola sahnada o'z tuyg'ularining aktyoriga aylanadi. Hissiyotlar teatri bu shunchaki o'yin emas.